Leninobod bu illyuziya. Oshliq qilamiz-yu, yeyamiz, ketamiz. Burger yemagan odamlarni ko'rganmisiz? Yemagan. Biz Burger Kingga keldik. Tabii demedim bak. Brazilyaga chiqib ketmoqman. 100 euro. Bosaymi? Bosing. Qanaqa uy olganmiz deb o'ylaysizlar? Shinam chiroyli ko'chamiz. Okey dedim. Oyijon qalay uy? Birinchi Zo'rmi? vpечатление Zo'r. Biz bunaqa uy kutmagan edik. Uy vashi chiroyli ekan. Hozir ko'rinishi, ichini ko'rib yana aytamiz. Vashi chiroyli. Siz ovozingizmi? Mana ichlar Zo'r. omadda ko'rsak. Zerikib qolamiz dedingiz-da 5 kun. Biz hozir uyga keldik. Voy, biz keldik. Bu liftlar ham vashi ajoyib ekan bor-ku. Voy, bu yoni chiroyligini. Oyijon. O'zingiz ochib berasizlarmi, ada? Ha, sabr, baraka topinglar. O'zingga bilamiz. Qani. Bismillah. Qani. Biz detskiyda biz yo'q. Voy. Hozir sochiqlar mana. Qani, sochiq, pochiq. Va nani qaranglar. Bu nima? Spalnya bu. Ada mana sizlarga. Voy, voy. Vashi chiroyli-ku. Terrasaga chiqinglar-chi. Vashi chiroyli. Shakina, qaysi biri deyotasan? Qafaslar ekan ekan. Вот такая у нас тут Voy. терраса. Там стульчик. Voy, вообще. Suv bor. Narxga chiqadi, shu bir tepasiga chiqasan. O'zingga shukr. Liki 90, Sony. Qale. Zo'rmi? Adam bilalyapman. O'zi qordan yomg'ir yog'adi. Adijon ham bizada bloger. Hozir uyga narsalar olib keldik. Endi grill qilamiz. Shunaqa chiroyli atmosfera. Spar olishingizdan chiqdi-yu, biz spar olishingizdan chiqdi. Biz O'sha magazindan chiqdik. Baqiringlar, "Vuu" deylar. Вообще zo'rqo'rg'on. O'zicha yosh bolalarni ham ko'pincha Orada ko'pi tayyor-ku. Orasida ko'pi qilib qo'yilaman. Tayyor-ku. So'mas, o'tirmas. Yomg'ir yog'ib, bitta telefonga kamera olib. Bugun katta shef-povar Shahzod Xalifov bizga grill qilib beryaptilar. ularga nima qilamiz? Berilib ketdingiz-ku. Ha, vashsi zo'r bo'ldi. Agar ko'mir bo'lganda vashsi zo'r bo'lardi. Eng yaxshi ko'rgan kinoyimiz. Tamam, qarang do'stlar. Bu ish pishirib ko'ramiz, testli variant. Qorni. Olmayda, stekka kelinglar, xudo xolasa. Suvdan boshladik. Vashi manzarani yomonini tanlabsiz-ku. Hamyoni qaranglar. Qiz botishini. Vau! Ужин tayyor, xudo xolasa. Halotda
pishyapti yana. Assalomu alaykum. Salom. Mana bozor, bazar, nastoящий. Qovun tarvuz. Hamma narsa bor, banan. Помидоры, бодринги. Сососова. Бля. Что я делаю? А, сейчас сразу задеваешь, что ли, примеры, бля. Чего? 5 minutes later. Katta kelam bo'lib bozor qildik. Mana первый необходимый narsalar. Bu faqat mevalar, tarvuz, qovun, avokado, banan, pomidor, bodring, mozzarella, клубника, bu anaqaga grillga, голубика, очень шкорали и обязательно nima Bilmayman. hozir o'ylab oling. 1 hour later. Pretzel. Ojonga yeb ko'rishlikka oldik. Yeb ko'rishadi. Shunaqa gaplar. Biz qo'rqirdan narsalar ko'ryapmiz. Bazar hol. Anaqa Toshkentda Персидский ковер. Запрещенка. Hech yetma. Mana hatto suv ko'rsatdi-ku bitta. Unga yurasan. Tarvuz suv. Nima gap? Biz mana shu chiroyli joyga keldik. Qatga keldik biz, Ayzo. Austrian Maldives. Shunaqa zo'r chiqdimi tarvuz? Qalay ekan? Ketgimiz kelmayapti. Maza. Jimjit. Ayniqsa siz piyoz oldida o'tirishma. Ahmetga piyoz qo'yib qo'yganmiz. Mazasini bo'lsa. Vau, mamita mana shu chiroyli ko'rinyapti-mi? Ana yo'lni qaragin, zo'ra. Вообще. Сказка вообще. Ko'tarolmaysiz. Norveç ucu xira otdi. O'shani qarang, anaqadan chiqib qolgan. Vuy, uzunligini qara. Qattandir sharsharani ovoz kelyapti. Mana bu yerda arv bor, просто sharsharamas ekan bu. Biz ko'rdik. Sigir bo'lsa zo'r bo'lardi. Da. Mana qarang, nolida ekan, прям xatta tashlab ketishadi. Bu to'da yashirmi ekan? Вообще. Mashina turibdi, yashasa kerak. Ayollar nimadirlar bo'pti. Bu tarafdan quyosh botyapti. Bulutlar shunaqa chiroyli yuryapti. Прям ko'z bilan ko'rish kerak, обязательно. Kamera полностью ko'rsata olmayapti baribir. Shunaqa chiroyli manzara, shunaqa toza havo do'stlar. Imomidda sharsharadagi ovozlarda ariqchalar bor ekan. Hozir biz uyga qaytib tushyapmiz-da. Bulutlar shunchalik pastga tushdiki, anaqaga anaqalar ko'rinmayapti уже. Daraxtlar ko'rinmayapti. Bulut mamutda edi, hozir shunchalik pastga tushdi. Mana bu bolacha kim bu bolacha? Assalomu alaykum. Alayhissalom. Charchamsizlarmi? Bulutlardan zakaz olamiz. Bulutlarga to'st bo'lsa yuboramiz. Hozir mana bunaqa paketda, upakovkada yuboramiz. Anaqasi kubometrga. Chiroyli ko'rinyapti. Bugun katta povur bizga grill qilib beryaptilar. Ikkinchi kun bu. Ikkinchi kun уже.
sovuq tushdi bizada, xo'jaylarda уже. Nima qilmagan bunga? Qale. Zo'rmi? Biz hozir kanatkaga chiqishga keldik. Kanatkalar shunaqa ochiq ekan. Tepaga chiqar ekan. Atajon qaryaptilar hozir. Kattaligi 17 yevro, kichkinaligi 9,5 yevro ekan. Agar oilaviy olsanglar, ozgina skidka bo'lar ekan. Tepaga chiqish tushishi narxi 74 yevro bo'lar ekan. Mashdan hozir chiqib ketamiz biz ham. Mana oldik tiketlarni hozir. Nega unaqa bo'lib qoldi? Kart. Mana kiytar. Bu yoqda, mana kart. Sizlar qizlar. Joyib. Qaqqa ketasizlar. Wow. Hozir shu tepaliga chiqamiz. Yaxshi ko'rsizlarmi? Mana bitta qo'ychalarni qaranglar. Qo'ychalar qaranglar. Bunaqa manzaradan shunchaki bahramand bo'lish kerak do'stlar. Albatta mana shu joyga kelib ko'rishinglarni maslahat beramiz. Mana oti ko'rib olsanglar bo'ladi. Di Toplitz. Qishda kelsanglar undan ham chiroyli bo'ladi qishda. Tushinglar. Qalay bo'ldi? Hozir tushdikda, ikkinchisiga yana chiqyapmiz. Hozir buni dash tepaga chiqamiz. Voy. Hamma kislorod cho'tda ekanda. Biz juda ham yaxshi qarorga keldik va biz xohlamoqdik, Adajon xohladilar. Hammamiz peshkom tushamiz. Endi mana masjidlardan o'tamizmi shunda? Biz yetib keldik почти. Biz hozir Toplitz 1656 metr balandlikdamiz. Biz уже boshladik. Soat necha hina? Bizda soat hozir 14:04. Hozir pastga tushganimizni ko'ramiz. Necha soatda pastga tushar ekanmiz. Nastroy qalay pastga tushishga? Zo'r, yaxshi. Shahid nastroy qalay? Zo'r. Maniki mana shu a'lo. Bizaniki ham. Alo bizaniki. Toplitzga yana 1,5 soat ko'rsatyapti. Endi 1,5 soat ili 1,5 soat. O'zgartirib qo'yganmiz. Yo'q-de. O'zgartirsak ham bizning tushishimizga bog'liq. Nastroy qanaqa endi tushishga? Mashta. Hozir mana 40-minut ketyapti. Pastda уже ko'rinyapti next destination. O'sha yerda tushishimiz kerak bo'lgan joy o'sha. Biz bo'lsa hozir mana shunaqa tepalikdamiz. Biz mazza qildik, ayniqsa Ezo mazza qildi. Ezo qalay bo'pti? Oyog'imni qayirib oldim va biz yarim yo'lga уже kanatkada tushib ketyapmiz. Mana shu oyog'i. Besplatno. Bunaqa dema, ko'z tegadi, hozir pul olishadi. Yo'q, olish qiyin buni. Men просто o'yin qiziqroq bo'ladi. Yo kattaroq qilamiz buni. Shaqani mamichi mi? Tamam. Biz hozir Germaniyani shunaqa trassasiga keldik. Bu yerda biz limitni xohlaganingizcha bossangiz bo'ladi. Biz plus 46 ketyapmiz hozir. Germaniyaga ham keldik. Biz hozir München shahridamiz.
Beşlarni xor qilgan davlat qaysi? Albatta bu Germaniya. Okey, taksi bor. Vinchidan мороженое yeymiz. Islamoyi? Voy, katta, mahnaqa katta komulin. Ha, o'sha qavatda bor. Kichkinagina ekan o'shagina aldashibdi. Yuallayer aktrisa ketdi. Mana o'zini qaranglar, mana o'zi yuz keladi odam. Adrenalin mana. Oy, yarashganini-chi. Ko'ngiltani qo'y. Bizda pauza Burger Kingda bo'ldi. Ana shunday ham. Biz Shveysariyaga kirdik. Va nihoyat Shahina benzin quydi. Bos, yana bos. Я вся уже научилась. Покатайте мне машину. Yop, еще сними, да, мягкий. Nima qildirishyapti Shahin? Эксплуатация детского труда. Бьона. Нету ни 16, у меня нету ни паспорта. Я нелегал. Мне впервые дали с чаевыми. Ну-ка, покажи. Чаевые. Shveysariyaga yetib kelganimizga qaramasdan biz tanlagan uygacha yana 2 soat vaqt bor. Shu hisobda biz 10 soat yo'ldamiz. Judayam charchaganmiz, lekin judayam xursandmiz. Va biz hozir mana shunaqa bitta uyg'ondik. Mana shu uyda qoldik. Hozir ertalabda aylangani chiqdik. Yuzimizni yurmadik. Mana men bitta oyimgilarning xonaligi, balkoni bor ularni. Ikkinchi etaj. Biz hozir zavtraka non olgan ekanmiz. Magazinni oldi, shunaqa manzara. Mana ko'pga kiramiz. Yomg'ir yog'yapti. Mana ko'p. Juda ham zo'r magazin, eng zo'r shveytsarskiy shokoladlar shu yerda. Nima olsan, zo'r? Shveytsarskiy krosonlar kattaligini qarang. O'zim bilan tengu. Шприц, скальпель. Я педиатр, он не знаю. Сегодня мы идем лечить Швейцарию. Biz Lauterbrunnenga keldik. Bunaqa yomg'irli havoga qaramasdan sharsharani tegirmoqchi edik. O'ylab turibmiz. Chiqmasimizdan qo'l bo'lib ketdik. Ustimizda unaqa dajdiyiklarimiz bo'lsa ham Yordam bermayapti. vaqt yordam beradi. Ezon zoomchigini ko'rsata olmayman faqat. Sharshara juda ham chiroyli. Hatto qadar o'tgan sharshara ekan o'zi Shveysariyada bor-ku. Shu chiroyli ekan. Judayam chiroyli. Tarifga til ojizligi. Not tushyapti. Not to'g'ri. Yomg'ir shunaqa quyapti. O'zi ham bor-ku. Zoomchigini ko'rsatib. Yana qisaydi. Shaurma yeysanmi? Onamdan bir xil aytsa. Lamsidami? Shunday ekanmi? Biz Milanga yetib keldik. Bu bizning apartment. Qo'ling ko'tar. Uchkamiz shu. Вообще chiroyli ekan uy. Lekin bugun shama kravatimni. Biz bugun Italyonga keldik, Italiyaga keldik. Италия. Шахина? Ты где сейчас? А именно? Город моды. Galeriyaga yana bir marta keldik. Bu ikkinchi marta kelishimiz.
Va bu oilamiz bilan biz juda ham xursandmiz. Va biz Fariniga keldik. Mana bunday qilib cho'zib, bunday qilib yeyman degandim, lekin o'xshamadi. 1 hour later. Qo'y o'xshatyapti. Ana. Margarita. Biz Farini pizzasini yegan ekan. O'z sizlar espressolarni bo'ldinglarmi? Qanday ekan espresso? Metro shopping. Оттуда пришел. Qalay? Он magaziniga kirdik Milanda. Final. Heyecanlanganman. Ojon ayollari kiyib oldilar. Ojon qalay ekan? Mazza qilib yurasizmi? Pizza. Oyi? Oyog'ingiz yaxshimi? Oyog'im ajoyib. У нас случилось мини-шоппинг. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikkinchi kun bizada yana ko'chaga chiqdik, hozir aylanamiz. Uyda zavtrak qildik, kofe ichdik, ularni olish esimizdan chiqib qolibdi va hozir yana aylanib magazinlarga ketamiz. Oyi suvenir kerakmi? Suvenir mana bu yerdan arzonga olsanglar bo'ladi har doim. Mana bu yerdan ko'rsatib qo'y. Kissing orqasida bu arzon suvenirlar bor. Nima olmoqchisiz bu yerdan? Ha? Mana bunaqa narsa olamiz. Galetti. Bu очень популярный бренд. Nima deyiladi doimamda? Kofe va turka. Turkami? Kofe qiladi deb o'tgan. Tagiga suv, kofe qo'yiladi. Mana immun Italiyada ishlab chiqariladi. Rim. Wow. Men Milanda bunaqa joy borligini bilmagan edim. Oyi, kofe fabrikami nima bu? Yuringlarchi. Oyi, nima bu? Pirashkali pizza oyi. Yeb ko'rasizmi? Men katta kompyuter qayerda? Buratta bu. Buratta. Qayerga kelding? Venetsiya. Biz Venetsiyaga yetib keldik. Venetsiyani Santa-Lucia Остановка Санта-Лучия. Welcome to Venice. Ama hozir oldimizdagi bola shokoladni fabrikaga ana qotib qozon bo'ladi, shokolad shunga tushib ketgan ekan kichkina. Mana hozir ko'rsataman mana olgan. Truffle with pesto. Qoldir shu yerda, ko'rsat. Truffle pesto, Mana shu bola. there you go. Then truffle basil. Nimaligida Mana chokolad edim. qalay ekan? Zo'r yeb bo'ldim. Zo'r. Shashli ham berishar ekan o'zlariga yeb. Qo'limda tiqiymi? Oya, kim olib berdi gulingizni? Sahina. И? Sizda bor edi, sizda bor edi. Saniki qani o'zi? Ne tashab kelding? Biz o'sha populyarniy Fariniga keldik. Yana thank you. To'g'risi videoga hozir olib beramiz. Must try pizza in Venice. Hammaga yoqimli ishtaha. Hadi. Pizza yoqib qoldimi deyman? Pizza mana shu zo'r, xamiri mana shu zo'r, dahshat. Qisir vasha bor-ku. Bunaqa pizza yo'q ekan. Bu pizzadan keyin tayyor kutib turibdi espresso. Hali bu teatr ichiga qurilgan. Kiringlar. Sakina. Oy mana men o'rningizga video olaman. Video olmadingizmi?
Biza qayerga kelganmiz aytinglar. Biz Venetsiyani topdik. Bu Most Ponte di Rialto. Hozir biza Shahinaga nima oldik? Shahina ko'rsatib qo'ying. Podarkalar oldik. Orasida baga обязательно Shahinaga oldik. Shahina xursand. Yo'q. Endi hozir boshqa restoran qidirib ketamiz. Hamma restoranlar to'la, yo'qida o'tiqlar va shay yaxshi emas. Nimani? Makaronga o'xshayapsiz. Makaron ham. Nomcha bu. Nomcha kichkina bu. Bigletto, Padova, Bigletto, Modà Bigletto, 0 e Bigleretta. Indichiamo ad abbassare la sua cellulari e sono Bigletto, Modà. Trovare gli altri viaggiatori. In Italia vi augura buon viaggio. Bigletto. Regionale veloce. Grazie. Venezia Padova. Grazie. Shakina, kattaroq yo'q ekan. Yo'q, eng kattasi shu ekan. Rizo chips yesam? Bularni padisha qiladi. Bekorchi gражданlar, biza Xalishtatga yetib kelamiz va bizning qornimiz och. Yo'lda hech qachon uxlamaydigan odam, men uxladim, bilmayman nimaga. Hammalar uxladinglar, ishoninglar. Bitta men uxlamadim. Men nimagadir yo'lda uxlamayman. Nima? Chunki siz ruldasiz. Men rulda edim, shuning uchun uxlamadim. Ovqatlanib bo'lib chiqdik, mana manzaraga вообще bor-ku. Manzaraning chiroyliligini qaranglar do'stlar. Va bugungi boradigan uyimiz shunaqa chiroyli, oyijonlarga syurpriz bo'ladi. Adam haydaylar, o'rtada o'tirmoqchi bo'lsang. Avror Ismoilov borku. Oy bu yonni qarang. Nima? Qani? Oo, mana qaranglar. Wow. Hozir adamlar bilan qo'shni bo'ldik. Shuna bitta ikkita eshik ekan. Mana qaranglar. Вау! Это сказка просто. Маме Петр кофейчик. Bu room tour. Bu yerda sanuzel. Sanuzel zo'r ekan. Bu yerda men обязательно video olaman. O'sha chiroyli ekan. Bu bizani spalnya. Judayam chiroyli joyda ekan lekin. Havosini qarab bitti. Rahmat o'g'il. Mo'rovozi, mo'rovozi. Uyib qo'ygan ekanda, shoshib deyman. Mana resepsiyon bu yoqda ekan-da. Ana resepsiyon bu yoqda. Bu otelimizning oti bir xil, ko'rdingizmi? Skameyka bor ekan bu yerda. Nakaz bu, sizlar kelishinglarga masa xohlagan deb. Massa. Наслаждаемся просто моментом.
уже bizani qishloqchamizni bulutlar qoplab oldi. Mashinasini zerkalasiga qarasa, orqa bedida kimdir o'tirgan turibdi-da. Vau, lekin нереально chiroyli chiqadi. O'z keladi. Sizlar 7 dan 1 gacha ishlaydigan magazin ko'rganmisizlar? Ko'rmagan bo'lsanglar mana marhamat. Bosh magazin faqat 7 dan 1 gacha ishlaydi. Yakshanba kuni ishlamaydi, shanba kuni ham ishlamaydi. Nima bo'pti, esa tuxumga qirg'in kelibdimi? Tuxumga qirg'in kelibdi. Oxirgi tuxum bo'lgurdik. Sigirlar dam olib yotibdi mana bu yerda. Hozir ishlatamiz. Mana. Yo'q, faqat shunaqasi. Bizgacha duvoy bir ketibdi-da. Любой joyga borsa yomg'ir yog'adi. Ayjon yoz kiyib oldingizmi yo hali emasmi? Biz gnomchalarga o'xshab qoldik. Ada. Semeyka Semeyka Adams. Bu sizajdan bitta kiyiladi bo'ldi. Hozir kiyib qo'yaman, to'xtang. Semeyka Adams. Voy to'xta. Mana. Mana. anu emasmi? Bankini nima? Shapkin kiyib olmaysan? Ano bo'ldi. Mana sakra bunaqa. Qo'ling chiqar. Biza Semeyka Adams bo'ldik. Oxirgi vakansiyalarimizni bittasi haftada keluvdik. Judayam ko'p yomg'ir yog'yapti. Hozir qadar oldik. Mana uyga kelgan bitta rasmlarga olishyapti. Qanday hasrat yoqdimi sizlarga? Cho'ti yo'q. Pagoda yoqmadi deylar. Albatta. Shiltov ketibsan-ku. Qalay bo'lyapti? Qalay bo'lyapti Sakina? Mayo. Ishlarda mana. Biz shu joyni topdik. Zakel